Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan Sardorbek Rahmonjonov. Azizlar, hurmatli kuzatuvchilar, biz hozirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Shumonoy rayoniga yetib kelganmiz murojaat bo'yicha. Azizlar, bu murojaatda aytilishicha, oldin shu Yaxshilik sari kanalini kuzatib yurgan kuzatuvchilar biladi. Tursunoy degan qizaloqimiz bor edi. Shu xalqimiz orqali yordam berilgan. Hindistonga borib shu muolajalarni olib kelishgan. Hozirda shu qizimizga mablag' tomonlama kashalariga, qolaversa dori darmoniga yordam kerak. Azizlar, billa hozir shu qizimizni oldidaman, sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana azizlar, shu Tursunoy qizimiz hozir 5 yoshda. 5 yoshda. Mana ko'rib turgan bo'lsalar, mana shu bo'yniga shunt qo'yilgan, oshqozoniga ulangan, shu miyasiga suv yig'ilishini oldini olish uchun. Azizlar, kashasini mana shunaqa qilib yeydi. Bu kashani ham 15 minutda mana yeb yutadi. Shunchalik mana azoblar bilan shunaqa qilib yuribdi. Azizlar, hurmatli kuzatuvchilar, sizlardan iltimos, shu videoni ko'rib turganlar, videoni kengroq tarqatinglar. Onaga oson emas, 4 ta farzandi bor. Yig'layapti mana. Azizlar, sizlardan iltimos qilib qolaman, shu oila uchun shu kartalarni qoldirib o'tamiz. Shu kartalarga befarq bo'lmanglar, sizlardan iltimos qilib qolaman. Kimga qanaqa ehsoni bo'lsa, shunaqa yaxshi oilalarda yordamlarini ayamanglar. Iltimos sizlardan.